Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Siston dori vositasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, do'stlar, Siston dori vositasi farmakoterapevtik xususiyatiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, urologik kasalliklarni davolash va buyrakda tuz va tosh bo'lganda uni eritish, ya'ni xususiyatiga ega dori vosita hisoblanadi. Endi do'stlar, ushbu Siston dori vositasini, tabletkasini qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'taman. Birinchi, do'stlar, ushbu dori vosita siydik tosh kasalligida juda ham, ya'ni yaxshi zo'r vosita hisoblanadi. Demak, barcha siydik yo'lidagi va buyrakdagi o'sha toshlarni eritish, ya'ni xususiyatiga ega. Agarda o'sha tosh eriydigan xususiyatga ega bo'lsa va razmeri kichkina bo'lsa. Bundan tashqari do'stlar, buyrakdagi tuzlarni eritib yuboradi. Operatsiyadan keyingi buyrak tosh kasalligini qaytalanishini oldini oladi. Siydik yo'llarining infeksiyalarida samarali vosita. Homiladorlik davrida do'stlar, siydik yo'llari toshlari va infeksiyalarda shifokor ko'rsatmasi va nazorati tavsiyasi asosida qabul qilish mumkin. Va bundan tashqari do'stlar, sistit kasalligida ham juda ham yaxshi samarali ta'sirga ega. Uretrit yoki bo'lmasam og'riq, ya'ni qistash bilan siyishdagi o'sha achishish holatlarida ham juda ham yaxshi samarali ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari ayollarda siydikni o'tkir tutib tura olmaslik, ya'ni holatlarda ham qo'llaniladi va so'lak bezlarining o'sha yo'llardagi toshlarda qabul qilinadi. Demak do'stlar, Siston dori vositasini endi qabul qilish usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Do'stlar, ushbu dori vositani qabul qilishdan avval siz urolog shifokor yoki hech bo'lmasa terapevt shifokor, ya'ni ko'rigiga borib, kasalligingizni aniqlashingiz kerak va undan keyin shifokor ko'rsatmasi bo'yicha ushbu dori vositani qabul qilasiz. Endi do'stlar, ushbu dori vositani dozalari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak do'stlar, ushbu dori vosita ikkita tabletkadan kuniga 2 marta yana qabul qilinadi. Buyrak toshlarni do'stlar qayta yana hosil bo'lishini oldini olish uchun esa kuniga, agarda sizda buyragingiz tosh bo'lsa, bitta tabletkadan kuniga 3 mahal qabul qilinadi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, terida toshmalar, ba'zan qichishish, ya'ni qichmalar paydo bo'lishi mumkin. Endi qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, birinchi, ushbu dori vositaga nisbatan yuqori allergik, ya'ni reaksiya bo'lsa, qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari do'stlar, 6 yoshdan kichik bolalarga ham qo'llash tavsiya etilmaydi va bundan tashqari do'stlar, bolalarga qo'llash kerak bo'ladigan bo'lsa, pediatr shifokor yoki urolog, ya'ni shifokor ushbu dozani bolaning, ya'ni holati, toshining darajasiga yoki siydik chiqarish, ya'ni a'zolarning kasalligiga qarab dozani belgilaydi. Do'stlar, bundan tashqari ushbu dori vositani siz ovqatlanish, ya'ni paytidan keyin, ya'ni ovqatlangandan keyin qabul qilasiz. Bundan tashqari ushbu dori vositani qabul qilish davomida, ya'ni ko'p suyuqlik ichish kerak. Va do'stlar, ushbu dori vositamiz tarkibi tabiiy, ya'ni mahsulotlardan iborat bo'lib, unda ya'ni organizmda ya'ni nojo'ya ta'sirlar bermaydi. Tushundingizmi? Do'stlar, Siston dori vositasi haqidagi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'lig'ini asrang. Salomat bo'ling.